Lekin qarovimman, oyna qismingizda stiker yopishtirilmagan ekan. Stiker olib chiqmadim. Stiker, ekologik stiker olgan bo'lishingiz kerak, yoki yopishtirmadingizmi? Bitta jarima yozib beramiz endi. Nima deyapsiz? Aka qanaqa jarima? Jarima yozib. Aka, do'stlar, bu hammasi uyushtirilgan. Ko'pchilik hozir savol tug'ilyapti. Stiker o'zi nimaga kerak? Rostdan jarimaga tortiladimi? Ko'pchilikda shunaqa savol tug'ilyapti. Eko stikerlar joriy etilishi sababi poytaxtimiz hududi ekologik holatni barqarorligini saqlab qolish. Bundan tashqari poytaxtimiz hududi bir nechta hududlarga, ya'ni qizil, sariq, yashil hududlarga ajratilganda aynan mana shu stikerlar orqali transport vositasini harakat zonalari belgilab beriladi. Hozircha tavsiyaviy nuqtai nazardan eko stikerlarga ulgurib, navbatlarsiz olib qolish maqsadida fuqarolarimizga tavsiya etib borilmoqda va eng muhim tomoni bu hozircha yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan jarima solishga sabab bo'lmaydi, lekin hududlar ajratilgandan keyin esa eko politsiya xizmati ish boshlaydi va eko politsiya tomonidan mazkur stikerlar va avtomobillarning harakati nazoratga olinadi va tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Do'stlar, ma'lumot qiziq bo'lgan bo'lsa, repost va like tugmasini bosishni unutmang. Kommentariyada o'zingizning savolingizni yozib qoldiring. Keyingi foydali videoni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Sizlar bilan ko'rasizlar, eng qiziqarli va foydali temalarni olib chiqamiz.